Vaqt hayotdagi eng qimmatli narsa. O puldan mı muhim? Hammadan muhim. Chunki har qanday ziyonni vaqt bilan to'ldirib bo'ldi. Tapalmagan pulni vaqt bilan tepag'il bo'ldi. Buzulgan tan salomatlikni vaqt bilan asli keltirib bo'ldi. Ammo ma'nisiz o'tib ketgan vaqtni pul bilan qaytarib bo'lmaydi, hech kim bilan qaytarib bo'lmaydi. Ketgini ket. Vaqt Allah Taala her bir insonga ato qilgan sarmoya. Uni ching tutib, shu vaqtni foydalanganlar dunyo va oxiratligini qazanadi va topadi. Vaqtning muhimligi uchun Allah Taala bir sura nozil qilgan. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tavasaw bil haqqi va tavasaw bis sabr dedi. İnsan faqatla ziyon ichida. Faqatla Allah'a iman etgan, yaxshi ishlarni qilgan, haqni tavsiya qilishgan ve onu chin turishni tavsiya qilishgan insonlarla ziyon zahmat ichida emas deydi. Qolgan insonning hammasi ziyon ichida. Buni bundan misol bilan tushuntirgil bo'ldi. Masalan, bir boy ikki o'g'liga 1 milliondan 2 million dollar qapqab ketdi deylar. Birinci o'g'li dadisi qap qo'ygan 1 million dollarni aşını ishlatib, uning bilan bir ish qurdi, ya zavod fabrika qurdi, uy soldi, mashina oldi, nurg'un ishlarni qildi. Şu 1 million ne? Neçe milyardga aylandırdı. Yani bir oğul o'xshash şu 1 milyonni elib, bu 1 milyon dollarda xaylidi, ishdi, chekdi, yashidi, hammasini tugatdi. Oxirgi hisobda ikkilisga bergan pul o'xshash. 1 milliondan pul verdi. Birisi buningda 1 milyonni necha millionga aylantirdi. Birisi 1 milyonu shunday tugatib qo'ydi. İnsanın hayatı shunga o'xshash. Bir boy nadijiq pul topgan ekan. Endi oxirgi umrida bir rahat ko'ray deb turgan vaqtida Azroil kelib ishni chiqibdi. Kimsangiz men Azroil jiningni og'il keldim deb. Voy, men endi texbi baka o'g'andim. Meni texi qilib bo'lmagan nurg'un ishlarim bordi. Qilib bo'lmagan vasiyatlarim bordi. Menga bir yil uzatib bergan mening vaqtimni. Degan Azroil. Yo'q. Bu ajal degan kelganda qat'iy kechiktirilmaydi. Ajalin keldi. O'lasan. Boshqalarning shu tugatib bo'lmagan ishlari bordi, vasiyatlari bordi, qilib bo'lmagan ishlari bordi. Hech qanday odam butun ishlarini qilib bo'lib ketmaydi go'rga. Shu qilib bo'lmagan, chalaqagan ishlari bor ketadi. Sening shunday degan men shu dunyolarimning yarmini bersam, mening umrimni bir ay uzatib bergan bo'lsangiz, yo'q, uzatqil bo'lmaydi. Emas hammasini bersam, uzatib beramsan, yo'q. Bir hafta uzatib bergin, yo'q. Bir gün uzatib bergin, yo'q. Bir saat uzatib bergin, hammasini bir vaqtaydi, yo'q. Andaqda emas boshqa choram yo'q ekan. Menga 1 minut muhlat bergin, balamga xat yozolay degan. Ma'qul yozgan emas. 1 minut sana muhlat beriladi degan. Shuningla o odam yozgan. O'g'lim, dunyodagi eng qimmatli narsa vaqtkan. Vaqtni ching tutqin. Chunki men bütün tapgan milyonlarca pullarimga 1 saatlik vaqtni ola olmadim. Vaqtni ching tutqin o'g'lim debdi. Vaqt ashna o'tib ketdi. Vaqtni tutalganlar tutadi, tutamaganlar tutamaydi. Masalan, siz puldan ziyon tortsangiz, necha million pullardan ziyon tortib bankrot bo'lib ketsangiz, ya'ni ishlab uni topa olasiz. Ammo bekorga o'tib ketgan umringizni keyiniga hariz qaytara olmaysiz. Pul verib qaytara olmaysiz, duo qilib qaytara olmaysiz. Ketkin. Shunga shu vaqtning o'zini ching tutib, shu vaqtning o'zida foyda topganingiz topgan. İş dünyasında, yani biznes dünyasında vaqt pul
Yani vaqtning o'zi pul. Ba'zi shirkatlar 1 minutning ichida millionlarcha pul topadi. 1 minut g'aflatda qolsa, ba'zi shirkatlar tugab ketadi, ziyon tortadi. Bizning musulmonning hayotida vaqtning o'zi ibodat. Chunki mu'min odam Alloh taolaning yo'liga kirgan ekan, u odamning dunyolik uchun ishlashi, oxiratlik uchun ishlashi, bütün hamma ishlari ibodat qatorida bo'lgan bo'ldi. Chunki uning vaqtining hammasi ibodat. Ibodat ichida bo'lgan bo'ladi. Shunga ish dunyosida vaqt pul demakdir. Musulmonning hayotida vaqt ibodat demakdir. Vaqtimizni ibodat bilan o'tkazganda Alloh taolo kengligi osmon zaminga teng keladigan isil jannatlarga bizni kirgizadi. Çünkü bu dünyalıktaki bu hayatımız vaqtlik o'tkinchi bir hayat. Bir bekatdan bir bekatga borganchilik bir ish hamdi. Mushu dunyoda shunga bizga nurg'un tanlashlar, nurg'un sinoqlar keladi. Mushu sinoqlardan sog'lom o'tib, mushu tanlashlarni to'g'ri tanlab, to'g'ri yo'lda manganda biz oxiratdagi mangulik qarorgohimiz uchun yaxshi ish qilgan bo'lamiz va oxiratligimizni qozongan bo'lamiz. Buning hammasi mushu vaqt bilan bo'ldi. Vaqtga rioya qilish, vaqtni ching tutish, vaqtni hurmatlash bilan bo'ldi. Biz vaqtni hurmatlasak, vaqtmi bizni hurmatlaydi. Agar vaqtni ko'zga ilmasak, vaqtmi bizni ko'zga ilmaydi. Qanday muomala qilsak, shunday muomala qildi. Alloh taolo hammamizni vaqtning qimmatiga yetadigan, vaqtni baqaga o'tkazmaydigan aqlli musulmonlardan qilsin. Amin.